Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, tinglovchilarimiz. Bugungi podkastimizni mehmoni Irodaxon Abbasxonova. Judayam ko'p finansistlar bularni judayam yaxshi bilishadi. Bizadan oliy toifali ekspert. Men o'zim judayam yaxshi ko'raman bu opani. Judayam ko'p ayollarimiz ham восхищаться qiladigan opalarimizdan bittasi. Iroda opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif etganingiz uchun podkastga Rahmat. judayam xursand bo'ldim. Rahmat. Siz ham shu vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun rahmat aytaman sizga. Opa, men to'g'risini aytaman. Opani menga Iroda opani nima deydi, qanaqa qilib kirib kelganlar, qanaqa qilib shu darajaga yetganlar. Mana shu narsalar judayam qiziqtiradi. Men bilaman, mendan tashqari bu narsa sizlarni ham aniq qiziqtiradi. Shuning uchun opa, o'zingiz haqingizda bir ozgina ma'lumot bersangiz, keyin mavzularga o'taman. Keyin tinglovchilarimizga aytaman. Mavzu bugun nima haqida bo'lishini. Shunday, agar ruxsat etsangiz, ijozat etsangiz, men faqatgina o'sha professional yo'nalishimdagi ma'lumotlar bilan bo'lishaman. O'zim kasbim bo'yicha soliq yo'nalishi bo'yicha o'qiganman Toshkent moliya institutida, ya'ni diplom bo'yicha men soliq mutaxassisiman. Soliq va soliqga tortish fakultetini bitirganman. Birinchi ish joyim soliq organlaridan boshlangan 93-yilda. Ko'p yil ishlaganman soliq organlarida, har xil bo'limlarda. Shu jumladan ham tekshiruvchi bo'lganman. Keyinchalik soliq organlaridan ishdan bo'shab xo'jalik yurituvchi subyekt korxonasiga bosh buxgalter lavozimiga o'tganman. Buxgalter bo'lib ham ishlagansiz? Buxgalter ham bo'lganman. 10 yil buxgalter bo'lib ishlaganman. Buxgalteriyani boshqarganman. Va undan keyin respublikamizda soliq maslahatchilari haqida qonun qabul qilingandan so'ng yana o'sha soliq yo'nalishiga qaytib muvaffaqiyatli ekzamenlarni topshirib malakali sertifikatga ega bo'ldim va 2012-yildan boshlab soliq maslahatchilari tashkilotini ham asoschisiman, ham rahbari bo'lib ishlab kelmoqdaman. Xo'sh, opa, gap yo'q. Rahmat kattakon. Qaranglar, mana bu ham bitta yangilikda. Men hech qachon o'ylamagandim Iroda opani buxgalter bo'lib ishlaganlar. Endi mavzularga o'tadigan bo'lsak, hozir judayam dolzarb mavzulardan bittasi. Soliq auditi 3 yillik emas, 4-5 yillik tekshiruvlar asosida ham o'tyapti. O'sha, ya'ni tekshiruv jarayonida 3 yildan tashqari 4-5 yilga ham o'tib ketyapti. Bu birinchi mavzuimiz. Keyingi mavzuimiz qo'shimcha hisoblanayotganda soliqlarga aniq norma ko'rsatilmayapti, opa. Dalolatnomalarni sifatini pastligi haqida o'sha soliq organida o'sha soliqchilarimiz tomonidan tuzilayotgan aktlarni, dalolatnomalarni sifati pastligi haqida gaplashmoqchi edim bugun siz bilan. Juda zarur mavzu. Juda dolzarb mavzu. Rahmat. Endi opa, ozgina mana shu срокиga davomlashsak, nima deysiz, da'vo qilish muddati. Da'vo qilish muddati hozirgi kunda o'sha eski davrlarga kirib ketish haqida sizni o'zingizni fikringizni bilmoqchi edimda. Nechog'liq shu narsa to'g'ri? Nima asos bo'ladi bunaqa tekshirishga? Nimaga unaqa tekshiruvlar yuzaga kelyapti? Balkim haqiqatdan ham bizni buxgalterlar tomonidan qanaqadir bir xatoliklar o'tayotgandirki, ular shu davrda tekshirishga majbur bo'layotgandir. Shularni bir yoritib bersangiz. Tushunarli. Avvalambor soliq kodeksini normalaridan boshlasak to'g'riroq bo'ladi. Soliq kodeksini qoidalariga asosan soliq tekshiruvlarini faqatgina o'sha davom muddati mobaynida o'tkazilishi mumkin. Davom muddati kodeks bilan 3 yilda belgilangan. Haqiqatdan ham hozirgi kunda amaliyotda soliq organlari tomonidan ushbu qoidalarga rioya qilmasdan turib, davom muddatiga amal qilmasdan 4-5 yillik muddatlarni ham tekshiradigan holatlarni ham uchrab turibdi. Bu statistikaga ega emasman, ya'ni
necha foiz soliq auditi tekshiruvlarida bunday kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganini bilmayman. Faqatgina o'zimga amaliyotimda, ya'ni tashkilotlar menga murojaat qilganda, oxirgi paytda bunaqa holatlar ko'payganiga amin bo'lyapman. Asosan bu qaysi holatlarda kelib chiqmoqda? Bizga ma'lumki, soliq organlari kameral soliq tekshiruvlarini o'tkazishi mumkin. Soliq tekshiruvini o'tkazgandan so'ng, agarda korxonaga talabnoma berilgan bo'lsa va korxona bu talabnomadan norozi bo'lib, o'zini asoslantirgan xatini soliq organlariga taqdim etsa, soliq organlari u asoslarni qabul qilmasa, unda soliq auditi belgilanishi mumkin. Ya'ni kameral soliq tekshiruvi bo'layotgan paytda davom muddatlarga amal qilinyapti, lekin asosnoma qabul qilinmasa, kameral soliq tekshiruvidan keyin soliq auditi belgilanmoqda va soliq auditi tashkilotga kelib tekshiruvni boshlab, soliq tekshiruvini yakunlab qaror chiqqunga qadar davom muddatlari ayrim holatlarda o'tib qolyapti. Asosan davom muddatlariga amal qilmaslik holatlari kameral soliq tekshiruvlaridan kelib chiqqan xatoliklarni aniqlashtirish sababli kelib chiqmoqda. O'tib ketib qolyapti. Albatta, kameral soliq tekshiruvlarini o'tkazib, ularni ketidan soliq auditi tayinlansa, soliq auditi paytida kameral soliq tekshiruvi o'tkazildi, shu sababli biz muddatini cho'zdik degan vaj u soliq kodeksiga to'g'ri kelmaydi. Sababi qonunchilikka asosan davom muddatlarini to'xtatish, uzaytirish va qayta tiklash bular fuqarolik kodeksi bilan tartibga solinadi. Lekin o'sha fuqarolik kodeksida aynan kameral soliq tekshiruvlari tufayli soliq auditi davom muddatini uzaytirish normalari, huquqlari ko'zda tutilmagan. Ya'ni soliq auditi paytida agarda vaqtida o'sha davom muddatiga amal qilmasdan turib tekshiruvni o'tkazadigan bo'lsa, bu ham soliq kodeksiga ham fuqarolik kodeksiga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlar hisoblanadi. Endi qarang, E'dod opa, fuqarolik kodeksini 120-moddasida masalan davom muddati 3 yil deyilgan. Hozir yana shunga qaytadigan bo'lsak, man o'zimni praktikamdan kelib chiqib aytaman-da opa sizga. Endi mana shu manimcha mandan tashqari boshqa tinglovchilarimizda ham shu narsa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qanaqa? Bizda soliq auditi o'tdi-da opa, o'tib yopilib ketdi. Endi qarang, menga kameralga chiqib turibdi-da o'sha davr uchun. O'sha tekshiruv bo'lib o'tib ketgan davr uchun menga yana kameralga chiqib turibdi. Biz yozyapmiz. Aytishyapti, sizlar deydi asoslab beringlar, yaqinda tekshiruv o'tib ketdi, mana bunaqa bo'ldi desa yana asoslab beringlar degan nima deydi, e'tiroz bildirilyapti-da soliq organi tomonidan. Bunaqa paytlarda nima qilsak bo'ladi biza? Tushunarli. Shahlaxon, hozirgi kunda soliq auditlar 2 xil bo'ladi. Birinchi turdagi soliq auditi u korxonani tekshirgan paytda barcha soliqlarni boshidan oxirigacha tekshiradi. Ya'ni buni biza splashnoy tekshiruv deb nomlaymiz. Ikkinchi turdagi soliq auditlar bular faqatgina qaysidir bir ayrim soliqlar bo'yicha ayrim lokal savol bo'yicha tekshiradi. Выборочно degani. Выборочно degani. Masalan, tanlab. Mana masalan, kameral soliq tekshiruvlarida qanaqadir korxonaga e'tiroz bildirilgan, korxona asoslantirib bergan, lekin soliq organi uni qabul qilmagan. Aynan shu faktni tekshirish uchun soliq auditi tayinlanadi. Faqatgina shu masalani ko'radi. Sizni holatingizda agarda birinchi turdagi soliq auditi bo'ladigan bo'lsa, unda qayta kameral soliq tekshiruvini bu davr bo'yicha, bu soliq bo'yicha o'tkazish mumkin emas.
unda soliq organlariga o'sha soliq kodeksining 138-moddasiga asoslantirib xat yozishi kerak va kameral soliq soliq tekshiruvlarini ular o'tkazishga haqli emas. Bundan tashqari sizga ma'lumki, 1-yanvar 2026-yildan boshlab 138-moddaga o'zgarishlar kiritilgan. Aynan agarda soliq auditi bo'yicha qaysidir bir savol ko'rilgan bo'lsa, aynan shu soliq bo'yicha qayta soliq kameral soliq tekshiruvi o'tkazilishi mumkin emas. Qo'shimcha yana avtokameral ham o'tkazishi mumkin emas. O'zi bu o'zgarishlar kodeksga kiritilgandan so'ng o'zimda ham savol tug'ildi-da. Soliq organlari o'zi qanaqa bo'ladi? Amaliyotini amalga oshirishadi. Mana siz hozir aytyapsizki, endi soliq organlari kameral soliq tekshiruvlarida asoslantirib bering, что bizning hozirgi ko'tarilayotgan savol soliq auditi paytida haqiqatan ham tekshirilganligini. Uni asoslantirib bo'lmaydi. Chunki sizni mavzuyingizda ham shu narsa ko'tarilyaptiki, soliq auditi natijalari bo'yicha tuzilayotgan dalolatnomalar qanchalik sifatli? Qanchalik sifatli? U sifatsiz bo'lsa, albatta uni asoslantirish juda ham qiyin bo'ladi. Opa qarang, mana shu bitta narsa aytmoqchi edimda. Men hozir bir xilda xafa bo'lib ketayotgan joylarim bor. Nimagaligini aytaman sizga. Kurs ochib, masalan, endi men ancha bo'lgan kursimni ochganimga orada o'zim ishlarimni qildim, ozgina karyera qildim. O'zimni o'quv markazimga endi hozir urg'u beryapman-da. Endi qarang, kursga kelayotganlar bor-ku, kelinglar, mana masalan, buxgalteriyada provodkalarda bizda buxgalterskiy uchun, men buxgalter bo'lgan ekansiz, yaxshi bilasiz. O'sha buxgalterskiy provodkalarda, boshqalarda buxgalterlar qo'pol xatolikka yo'l qo'yayotgan joylarni ko'rganim uchun endi kurs men ko'proq audit bilan, aynan o'sha finansoviy audit, налоговый audit emas, moliyaviy audit bilan buxgalteriyaga yo'naltirilgan holda kurslarimni nima qildim, endi reklama qilishni boshladim-da. Menga telefon qilayotganda, bilasizmi, buxgalterlar nima deyapti? Shahlo opa, soliqdan qochishni o'rgatasizmi deydi. Soliq to'lanadigan joylarni o'rgatasizmi deydi. Menga kameralka chiqmaydigan qilib deydi, ishlashni o'rgatasizmi? Hammani savoli shunaqada. Shu darajada bizning buxgalterlarimiz kameralkadan, avtokameraldan, soliq auditidan qo'rqib qolibdiki, soliq auditi biz uchun bir qo'rqinchli bir narsa bo'lib qolibdi-da. Yosh bolalarni aytardi-ku, aytganimni qilmasang, men bunaqa qilaman deydi-ku. Hozir shunaqa bo'lib qoldi-da. Men endi hozir bitta menga yozib berishgan savollari bor. Endi yozilgan savollar bor, opa. Shu savollar bo'yicha nima qilsak? Sizni fikringizni bilmoqchiman. Mana shu 4 ta savolni o'qiyman. Soliq auditi nega qo'rqinchli mavzuga aylanyapti? Nega ayrim tekshiruvlarda tadbirkorlar nima buzganini o'zi ham bilmay qolyapti? Hozirgi paytda haqiqatda tadbirkorlar aktlarni ko'ryapti, boshqa nimada xato qildim, qanaqa xato qildim? Haqiqatda soliq auditidan tadbirkorlar juda ham qo'rqib qoldi. Nimaga deb o'ylaysiz? Shahlo ham to'g'risini aytsam, menda bo'lgan ma'lumotlarga asosan boshqa davlatlarning soliq to'lovchilari ham soliq organlaridan qo'rqishadi. Zo'r javob bo'ldi. Bu tabiiy holat. Tabiiy holat. Bekitmasdan to'g'ri ishlanglar deyapsiz. Bekitmasdan to'g'ri ishlash kerak. Optimizatsiya boshqa. Lekin soliq qochish, daromadlarni yashirish, buni men shu davlatning fuqarosi sifatida tavsiya etmayman. Chunki baribir o'sha soliqlar bizni byudjetimizga tushadi. Byudjet bu o'zi xalqning puli. Lekin optimizatsiya bu yaxshi to'g'ri yo'nalish. Ya'ni agarda soliq qonunchilikda qanaqadir afzalliklar bo'ladigan bo'lsa, imtiyozlar bo'ladigan bo'lsa, ularni qo'llash mumkin. Endi optimizatsiya u keng mavzu. Uni boshqa podkastda muhokama qilsak bo'ladi. Lekin optimizatsiya bilan soliqqa qochishi uni yer bilan osmon farqi bor. Soliq tekshiruvlariga keladigan bo'lsak, men boshida aytdim, o'zim
soliq organlarida ko'p yillar davomida ishlaganman. Soliq organlarida aslida yo'nalishlari judayam ko'p. Yo'nalishlari judayam ko'p. Ularning soliq organlarida o'zida ham buxgalteriya bor. Tekshiruvchilardan tashqari boshqa yo'nalishlari bor va hozirgi kunda soliq organlarida barcha yo'nalishlari bo'yicha o'zgarishlar judayam katta bo'lgan. Masalan, bugungi kunda va 20 yil oldin yoki 30 yil oldin soliq to'lovchilarni hisobga olish, soliq to'lovchilardan hisobotni qabul qilish, soliq to'lovchilardan to'layotgan pullarni qayd etish, ularni hisobini yuritish hozirgi kunda 20 yil, 30 yildan oldingi praktikadan keskin ajralgan va judayam hozir yaxshi rivojlangan, asosiy shaffof bor. Oldin masalan soliq organlari bilan dalolatnomalarni aktverka deymiz, ularni imzo chekish uchun soliq to'lovchilar kabinetlarida aylanib 3-4 odam oldiga kirib imzosini olib oxirida pechat qo'ydirardi yoki soliq hisobotlarini ham bitta shaxs oldiga soliq organi oldiga hammaga qo'l qo'ydirib chiqish kerak edi. Hozir qanaqa shaffof, ochiq, bemalol kabinetga kirib hamma narsani ko'ra olasiz. Lekin afsuski hozirgi kunda soliq auditi natijalari bo'yicha tuzilayotgan dalolatnomalar va uning asosida qabul qilayotgan qarorlar sifati pasayib ketgan. Ya'ni 30-20 yil oldin dalolatnomalar bilan qarorlar juda sifatli bo'lgan. Vaholanki hozirgi amalda bo'lgan soliq kodeksiga asosan qat'iy normalar kiritilgan. Ya'ni soliq tekshiruv materiallari, ya'ni o'sha dalolatnomalarda soliq xodimi tomonidan soliq to'lovchi tomonidan qanday huquqbuzarlik yo'l qo'yilgan, soliq organi qaysi moddalar bilan asoslantirib beradi, ya'ni soliq kodeksini qaysi moddalari bilan asoslantirib beradi, haqiqatan ham bu huquqbuzarligini va qo'shimcha ravishda soliq kodeksini normalarida yozilgan o'sha barcha yozilgan faktlarni, dalillarni, ya'ni hujjat bilan asoslantirib berish kerak. Ya'ni o'sha materiallarga o'sha hujjatlarni ilova qilish kerak. Oxirgi 3 yil davomida man deyarli dalolatnomaga soliq organlari xodimi tomonidan har bitta tekshirilgan soliq bo'yicha solishtirma jadvallarini ko'rmayapman. Hozir shuni aytmoqchi edim, opa, mana bitta narsa aytaman sizga. Men masalan, onam rahmatli buxgalter bo'lganlar. Buxgalteriyaga kirib kelganimizdan men eslayman, ana tiyin-tiyinlarni biz sverka qilardik-da. Mana hozir birinchi aytgan gapingiz, mana soliq bu xalq puli deb aytasiz-ku, soliq bu ehson. Haqiqatda meni tadbirkorlarimni o'zimni masalan ishlayotgan kompaniyamda hozir shunaqa tadbirkorlarim bor. Shahlo, nimaga men ubitga bilan chiqishim kerak deydilar-da. Men pribel bilan chiqishim kerak, qara deydilar. Keyin men налог to'lashim kerak. Soliq bekitmang, to'lang, ajrating, to'lang. Imkon qadar optimizatsiya qiling. Aytganingizdek, bo'lmasam chiqdimi to'lang. Bu xalq rizqi deydilar-da. Mana shu necha yildan beri ishlaydigan kompaniyamning rahbarining gapida bu. Keyin mana aksiyerka deganingizga men o'zim eslayman. Opa, aksiyerkalarnichi biz oylab olardik. Уже neaktualniy bo'lib qoladigan darajada oylab olardik. Yo joyida bo'lmas edi, yo boshqa edi. Xullas nima bo'lganda ham qo'l qo'yadigan odam kelishimizni kutardik. Endi u davrlar o'tib ketdi. Ani sekundlarda olamiz hozir, to'g'rimi? O'sha narsa. Bitta gap aytaman sizga. Mana hozir siz aytyapsiz, o'sha paytda shunaqa tuzatishlarni, slechительный nima qanaqa bo'lyapti, nima o'zgardi, masalan-da, qanaqa holatdan qanaqa holatga keldik. Tekshiruvda shunaqa javoblar bo'lardi-yu, to'g'rimi? Jadvalda aytganingizdek. Opa, u paytdachi biz ishlaganimizda har bitta qog'ozni
asoslashga harakat qilardik. Har bitta harakat biz shunga o'rganganmiz. Biz shunaqa tarbiya olganmiz. Mana siz ham buxgalter bo'lib ishlagansiz. Eski buxgalterlar haligacha qog'oz taxliydi opa. Men ham qog'oz taxliyman. Mana shu gaplaringizga qo'shilgan holda shuni aytmoqchiman. Haqiqatdayam oldingi aktlarni o'qisam, men nimanidir tushunardim-da, nimanidir o'rganardim. Hozirgi aktlarni boshini o'qisam, oxiriga yetib kelguncha boshi esimdan chiqib qoladi. To'g'risida, balkim men tushunmayotgandirman, boshqadir, lekin bor gapni aytaman sizga. O'zimni kompaniyamda, bitta ishlab turgan kompaniyamda tekshiruv bo'lgan. Yana shu bitta savolim bor. Qarang, пересудиться degan narsa soliq kodeksida yo'q. Lekin пересудиться asos qilib akt yozildi-da. Shunaqa milliardlar hisoblandi tadbirkorga. Juda ham katta summada milliardlar hisoblandi-da. Agar siz buni pulga baholab, o'shani natural ko'rinishiga o'tkazsangiz, shuncha hajmdagi mulk bu omborga sig'maydi. Mana shunaqa holatlarda ham soliq organidagi mutaxassislarimizdan xafa bo'lib ketayotgan joylarimiz bor-da bizani. Shunaqa holatlarga qanaqa izoh bera olasiz masalan? Именно пересудиться bo'yicha. Shahnoxon, bilasizmi, har bitta holat, ya'ni soliq auditi natijalari bo'yicha qanaqadir huquqbuzarlik aniqlansa, albatta uni hujjatlarini ko'rish kerak, asoslarini ko'rish kerak va hokazoda. Ya'ni umumlashtirilgan holatda gapirib bo'lmaydi. Men to'g'risini aytsam, sizga bitta taklif bermoqchi edim. Biz faqat sifat haqida gapiraylik. Mayli, huquqbuzarlik asosli bo'lishi mumkin. Asosli bo'lishi mumkin, lekin asosli bo'lgani bilan soliq organlarida dalolatnomalarni sifatsiz yozish, rasmiylashtirish bu noto'g'ri подход-da. Butun respublika bo'yicha barcha dalolatnomalarni siz ham men ham ko'rmaganmiz. Faqatgina o'zimizga yetib kelgan, o'zimizga yetib kelgan, bizani mijozlarimiz bo'lgan holatlarda ko'ryapmiz. Lekin o'sha dalolatnomalari sifati juda ham past. Men aytmoqchimanki, mana masalan siz aytdingizki, aksiyalarni bir oylab tuzganmiz uni imzolashga. Keyin yana bitta, hozir bunaqa holat yo'q. Sekunda chiqyapti, to'g'rimi? Ikkinchi masala. Soliqni to'lash uchun казначейский счетni bilish uchun qancha vaqt ketardi? Uni telefon qilish kerak, uni yozib olish kerak edi. Hozir avtomat to'lov topshiriqnomalari chiqib kelyapti. Ya'ni hech qanaqa sizni boshqa shotga ketib qoldi degan narsa yo'q hozir. Boshqa shotga ham ketib qolmaydi. Yoki ikkinchi yo'nalish, masalan, korxonada byudjet oldida qarzdorligi bo'yicha biz uni boqimanda bo'limi deymiz, qisqartirib. Boqimanda bo'limi tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar, inkasso topshiriqnomalari hammasi shaffof, ko'rinib turibdi. Ham kabinetda bor. Yoki masalan hisob raqamlarini bloklash. Uni bloklab qo'yishardi oldin, uni ochish uchun soliq organiga borish kerak edi, xat yozish kerak, xatga qo'l qo'ydirish kerak, bankka olib borish kerak yana. Hammasi bo'lgandan keyin. Hozir hammasi yengillashtirilgan. Lekin bularning hammasini orasida soliq auditi teskari yo'nalishga ketyapti. Ya'ni yaxshilash o'rniga nabarot anaqa pasayib ketyapti. Sifat haqida gapiryapmiz. Huquqbuzarliklar bordir, yo'qdir. Bu soliq organi xodimini pozitsiyasi bo'lishi mumkin. Uni biz muhokama qilmaymiz. Men aytmoqchimanki, muhokama qilmoqchi emasman. Lekin aynan nega dalolatnomani yozayotganda soliq to'lovchiga o'sha tekshiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektga aniq yozib beringlar. Qaysi moddani buzgan soliq kodeksini? Faqatgina summani yozib, umumiy ravishda soliq kodeksini palonchi moddasidan palonchi moddasigacha amal qilmagan deb normani yozib ketish bu mutlaqo noto'g'ri. Ya'ni, masalan, aytaylik, foyda solig'i bo'yicha bo'lim bor kodeksda. Butun bo'limni, masalan, 296-moddani palonchi moddagacha amal qilmagan deb yozib ketyapti. Aniqmas. Aniqlashtirib beringlar. Keyin shu siz birinchi bergan savolingizga
masalan, kameral soliq tekshiruv, undan keyin kameral soliq tekshiruv tayinlansa, qanday qilib biz tasdiqlab beramiz? Soliq auditi paytida bu savol ko'rildimi, ko'rilmadi? Ilova qilingan jadvallar orqali. Chunki jadval ilova qilinsa, demak, soliq organi foyda solig'i bo'yicha barcha daromadlarini yig'ib chiqqan, ko'rgan, tekshirgan. Xarajatlarni yig'ib chiqqan, ko'rgan, tekshirgan. Chekirilmaydigan xarajatlarni aniqlangan, soliq bazaga chiqqan, soliq stavkani qo'llagan, soliq summasini aniqlagan. Shu bilan tasdiqlanadi. Agarda u ilovalar bo'lmasa yoki soliq organi tomonidan qo'shimcha soliq hisoblanyapti, lekin shunaqa holatlar ham bor. Mana bugun shunaqa holat bo'ldi. Hamkasabim telefon qilyapti, aytyaptiki, soliq audit dalolatnoma tuzib ketgan. Nimadan ular soliq hisoblagan biz tushunmadik. Nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda men aytdimki, xat yozinglar yoki soliq organiga boringlar. Soliq organida bo'lim boshliqlari bor. O'sha soliq auditi bo'lim boshlig'iga murojaat qilinglar. Ular shu o'zini xodimi bilan gaplashib, aniq tushuntirib berishsin. Nima qayerdan huquqbuzarlik nimani sodir etgan masalan bu? U aktlarda yozilyapti. Shu faqatgina sifat. Umumiy summarni ko'rinishda ifodalab berilyapti. Shtraflari bilan manimcha to'laysan, manimcha hisoblandi. Aniq moddalar ko'rsatilmayapti. Yoki va o'sha agarda sifat yaxshilansa, siz berayotgan kamomatlar bo'yicha, пересортица bo'yicha masala ham yechilardi. Chunki inventarizatsiyani qilish tartiblari mavjud. Inventarizatsiyani qilish tartiblari пересортицаni bir-biriga inobatga olish qoidalari bor. Ya'ni kod soliq dalolatnomani yozayotganda soliq organi tomonidan agarda o'sha tartibga amal qilgan holda sifatli dalolatnomani tuzsa, u majbur bo'ladi пересортицаni inobatga olishni. Siz aytayotgan narsa bo'yicha opa tuzatishlar bo'lganda, u tuzatishlar 5-6 marta bo'lganda, keyin buxgalteriya ham уже qabul qilmaganda soliqchi. Eng ayanchlisi o'sha. Hozir oxirgi kundagi 500 millionlik chekka ham inobatga olmagan. Bu noto'g'ri deb o'ylayman-da. Lekin soliq xodimi albatta o'zini mustaqil fikriga ega bo'lishi mumkin. Dalolatnomalarga o'zini fikrlarini tushirishi mumkin, qayd etishi mumkin, lekin qarorni soliq inspeksiyani boshlig'i yoki o'rinbosari qabul qiladi. Ya'ni soliqni undirish, qo'shimcha hisoblash, undirish, moliyaviy sanksiyalar qo'llash bu soliq organi xodimi, tekshiruv o'tkazgan xodimini vakolati emas, bu boshqarma boshlig'ini vakolati yoki uni o'rinbosari. Shuning uchun men maslahat berardimki, soliq to'lovchilarga dalolatnoma tuzilgandan so'ng soliq to'lovchiga 10 ish kunida imkoniyat beradiki, e'tiroz berish uchun. O'sha e'tirozni juda puxta yozib, ularni hujjat bilan tasdiqlab, albatta materiallarni soliq organlarida ko'rish paytida albatta ishtirok etish, ularni taqdim etish va albatta ushbu e'tirozni ko'rish paytida yoki materiallarni ko'rish va e'tirozlarni eshitish paytida soliq inspeksiyasi boshlig'i o'zi kamdan kam ishtirok etishadi. Asosan o'rinbosarlar bo'ladi. O'rinbosarlari albatta ishtirok etishi kerak. Bu juda muhim, sababi bitta sizga layfxak aytaman. Qanaqa disclaimer deyishadimi? Hozirgi paytda men bilishimcha sud jarayonlarida agarda soliq inspeksiyasi boshlig'ini o'rinbosari qaroriga qo'l qo'ya turib, o'zi materiallarini ko'rish paytida ishtirok etmagan bo'lsa, sud bu qarorlarni bekor qilish holatlari ham bo'lyapti. Foydalanamiz. Rahmat opa. Endi aytayotgan narsam qo'shimcha soliq hisoblanganda aniq norma ko'rsatilmayapti deb aytdikda.
Так, hozir to'xtanglar, buni gaplashdik. Buni hozir umumiy qilib ulgurmaymiz degdik. 3 ta mavzuni bittada gaplashib qo'yamiz. Hozir to'xtanglar, ertaga kelsasizlar, xo'p? Hozir dalolatnoma ideal dalolatnoma qanday bo'lishi kerak degan savol beraman, opa. Maylimi? Tak, Iroda opa, endi mutaxassis, ekspert sifatida sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Bitta narsa emas, 5-6 ta narsa so'rayman, opa. Birin-ketin o'zingiz joyiga qo'yib, menga javobini aytasiz. Tinglovchilarimizga ham judayam bir nima deydani, foydali bo'ladi degan umiddaman. Shaxsan men hozir o'zim mana shu podkast bahonasida konsultatsiya olyapman. Buning uchun sizga katta rahmat. Qarang, ideal dalolatnoma qanday bo'lishi kerak? Hozirgi dalolatnomalarning eng katta kamchiligi nimada? Undan keyin nima bo'ladi? Yoziladi, lekin nega bunday bo'ldi? degan savollar bor-ku. Bizning tadbirkorlarimizni qiynaydigan. Mana shunaqa holatlarni oldini olish uchun nima qilsak bo'ladi? Tekshiruv jarayonida birinchidan, ikkinchidan boyaga aytganimdek, sifatli dalolatnomani siz qanaqa ko'rasiz? Bizning o'sha tinglovchilarimizga nima deydi, aniq bunday tushuntirib keltirib bersangiz, o'zingiz fikrlaringiz bilan. Endi soliq to'lovchilar albatta dalolatnomalarni sifatiga yoki formatiga ta'sir etisholmaydi. Chunki soliq organlari o'zida shakllangan shablon bo'yicha ishlashadi. Bunda menimcha soliq qo'mitasi tomonidan hozir vaqt keldiki, shu soliq auditlari bo'yicha qanaqadir o'zini ichki standartlarini ishlab chiqarish kerak. Sababi men ham soliq auditlarga soliq organlarida ishlagan paytimda chiqardim, revizor bo'lganman va bizning boshliqlarimiz agarda biz dalolatnomalarni sifatsiz tuzganimizda ular qabul qilishmasdi, to'g'rilatishardi. Ya'ni bizda ichki tartib shunaqa bo'lgan. Ya'ni boshliqlar tomonidan nazorat qilinardi yoki har bitta o'sha bo'limda maxsus bir xodim bo'lardi. Qaror chiqarishdan oldin u xodim uni auditor sifatida tekshirib chiqardi. Agarda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa yoki raqamlar bir-biriga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, uni oldini olardi. Lekin menimcha bu ko'proq такой человеческий faktor bo'ladida. Человеческий faktor bo'lsa, xatoliklar bo'lishi mumkin. Menimcha soliq organlari ko'proq shu IT ga e'tibor berishyapti. Lekin ITni yordamida hozir masalan sun'iy intellekt bor-da, u sun'iy intellektga birinchidan standartlarni kiritish kerak. Keyin dalolatnomalarni, o'sha tuzilgan dalolatnomalar natijalarini kiritgandan keyin sun'iy intellekt ko'rib chiqish kerak. Standartlarga asosan dalolatnoma tuzildimi? Yo'q. Xato kamchiliklar bormi? Yo'q. Keyin undan keyin qaror qabul qilingandan keyin sun'iy intellekt yana bir marta uni tekshirib chiqish kerak. Chunki mana uzoqqa bormaymiz. 21-aprelda bitta qaror ko'ryapmanki, dalolatnomada tekshirilgan davr bitta period. Qarorda boshqa period. Dalolatnomada aytilgan masalan qaysidir soliq tekshirilgan, xato kamchiliklar aniqlangan, qarorda boshqa summa ko'rsatilgan. Shunaqa oddiy xatolikni oldini oladigan shaxs, kadr. Yo'q, anaqa nima deydi, holat в принципе-da, no bu yo'lga qo'yilmagan hozircha. Uni bartaraf etish oson. Bartaraf etish uchun bitta kontrolni odam o'ldirish kerak. Yo'q, soliq organlari uchun ularni hozir resurslaridan kelib chiqqan holda buni bartaraf qilish oson. Hozir shu yerda bitta narsa aytmoqchiman-da, Iroda opa, mana qarang. Auditor kompaniyalarini kontrol качества deydi-da. O'sha tekshiruvni yana tekshiradigan o'zini bitta xodimi bor. Bo'lishi shart-da, shtatida. O'sha xodim o'sha tadbirkorga audit qilib bo'lgandan keyin
hamma materiallarni oladi, ko'radi, tahliyda o'sha klientni qabul qilib, to uni shu tekshiruvdan o'tkazib, yakuniy hujjatlarni olib, yiqqandan keyin yig'ma-jil qiladi-da. Endi hozir hamma narsa elektronniy bo'lib ketdi-ku. Man qog'oz formasida misol qilib aytyapman. O'shani har bitta betida kontrol kачествоni mutaxassisi qo'l qo'yib chiqadi. Siz aytayotgan variantda masalan xuddi shuni faqat sun'iy intellekt orqali soliq organi agar yo'lga qo'ysa chiroyli bo'lardi degan taklif bo'lyapti-da, to'g'rimi? To'g'ri. Soliq organlarida o'zida ichki audit bor. Ichki auditi bor, lekin ular post factum tekshiradi. Ya'ni o'sha dalolatnoma qaror chiqib bo'lgandan keyinda, уже kech bo'ladi u. Unaqa bo'lsa, masalan, ular xato kamchilik aniqladi, masalan. Lekin bizada u davrda tekshiruv yopib bo'lindi. Срок исковой давности o'tib bo'ldi. O'sha paytda kelib qoldi ular. Nima bo'ladi unaqa paytda? Ular da'vo muddatiga amal qilgan ravishda tekshirishadi. Men aytmoqchimanki, sifatni vaqtida ta'minlash kerakda. Masalan, dalolatnoma yozib bo'ldi, uni asosida qaror qabul qilindi. Keyin masalan 6 oydan keyin yoki 1 yildan keyin ichki audit uni tekshirgani bilan уже foydasi yo'q. Uni oldini olish kerak. Iroda opa, qarang, men hozir endi o'zimni yaqin kelajakdagi nima deydi, tasavvurim. O'rislarda видение deydimi? Shunaqa tasavvurim siz bilan fikr almashmoqchiman. Shu narsani siz ham shunaqa deb o'ylaysizmi? Opa, qarang, masalan, hozir hamma narsa sun'iy intellektga o'tyapti, almashyapti. Endi masalanda tekshiruvlar mana hozir siz aytayotganingizdek sun'iy intellekt tekshirsa, kameralka tekshiryapti, avtokameral bo'lsa-da, nima deb o'ylaysiz? Yaqin bir 3 yil ichida, 4 yil ichida soliq auditi butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkinmi bizada? Mana shu sun'iy intellektga to'liq o'tib ketsa? Yo'q. Yaqin yillarda menimcha soliq auditi o'z dolzarbligini qoladi. Sababi sun'iy intellekt faqatgina o'zida bor ma'lumotlardan foydalangan holda natijalarini berishi mumkin. Lekin korxonada tovar moddiy boyliklarini qoldiqlarini va hokazolarni aniq hisoblab bera olmaydi. Ya'ni o'sha sayyor soliq tekshiruvlari, soliq auditlari baribir tayinlanadi. Boshqa davlatlarda, masalan, xorijiy davlatlarda sun'iy intellekt anchadan beri kiritilgan, lekin auditlari, tekshiruvlari qolgan. U saqlanib qolinadi. Endi hurmatli tinglovchilarimiz, kuzatuvchilarimiz, qaranglar. Hozir 4-mavzumiz bizada umumiy ovqatlanish korxonalari uchun cashback o'rnida 0 stavka. Opa, savollarni sizga o'qiyman. O'sha o'zingizni fikringizni umumiy qilib bildirib berasiz menga. Tinglovchilarimizga avval cashback tizimining maqsadi nimada edi? Hozir nega uni qayta ko'rib chiqish haqida gap ketmoqda? 0 stavka umumiy ovqatlanish biznesiga qanday ta'sir qiladi? Shuning haqida siz fikringizni bilmoqchi edim. Umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan QQI solig'ini to'lashda judayam ko'p e'tirozlar bildirilyapti. Chunki sababi ularda kiruvchi QQI judayam kamda. Shuning oqibatida ular byudjetga to'laydigan QQI summasi ko'payib ketyapti. Shunda har yili sizga ma'lum ochiq muloqotlarda umumiy ovqatlanish korxonasi taklif berishardiki, bizga yoki imtiyoz beringlar QQIS bo'yicha yoki 0 stavkani joriy etinglar. Shu takliflardan kelib chiqqan holda soliq kodeksiga emas, shu takliflardan kelib chiqqan holda davlat rahbari tomonidan ma'qullandi va umumiy ovqatlanish korxonalariga byudjetga haqiqatan to'langan QQIsi bir qismi qaytishi qaror qilindi va hozirgi kunda bu cashback tizimi ishlab kelmoqda. Albatta, hamma holatda ham cashback ishlamaydi. Uni shartlari bor. O'sha shartlarni bajarish kerak bo'ladi. Va bu tizim ishlab kelyapti, lekin umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan yana qo'shimcha takliflar berilmoqdaki,
keshbek tizimini saqlab qolishga qolish bilan bir qatorda uni qaytarish tizimida yengilliklarni yanayam kengaytiraylik. Sababi, masalan, shartlaridan biri bu korxonalarda ishchilarni soni va undan masalan 30 yoshdan yosh bo'lgan xodimlar soniga qarab beriladi. Bunda umumiy ovqatlanish korxonalari aytyaptiki, biz xodimining yoshiga qarab ularni diskriminatsiya qilyapmiz. Chunki bizga buni soliq tomonidan bunga soliq o'sha QQS tomonidan majburlab qo'yishyapti. Bu noto'g'ri bo'ladi. Aslida soliqlar tizimida diskriminatsiyaga yo'l qo'yilmaydi. Bu soliq prinsiplari. Va yana ikkinchi salbiy tomon, keshbek qaytgan korxonalarda hozir shunaqa tushunchalar berilyaptiki, o'sha byudjetdan qaytgan keshbek yana daromad sifatida qaraladi va undan foyda solig'i O'zi shuni aytmoqchi edim hozir. Bu daromad bo'lib keladi. bu man uchun bu noto'g'ri podxod. Sababi, savol tug'iladiki, o'zi keshbek nimaga beriluvdi? Uni maqsadi asosan oliy maqsadi nimada edi? Umumiy ovqatlanish korxonalariga imtiyoz bermasdan yoki 0 stavkani kiritmasdan keshbekka berish. Endi yana agarda bu byudjetdan qaytadigan keshbek summasida daromad sifatida qaralib, undan soliq hisoblanadigan bo'lsak, demak, byudjetdan olingan summa to'liqligicha korxonaga qolmagan-ku. Undan yana 15% undan foyda solig'ini to'lash kerak-ku. Yo'qotish Yana yo'qotish bo'ladi. Endi 0 stavkaga keladigan bo'lsak, 0 stavka meni fikrimcha umumiy ovqatlanish korxonalariga katta yordam bermaydi. Sababi, undayam bu 0 stavkani qo'llashda yana shartlar bo'ladi. Masalan, Rossiyaning tajribasi keltirilgan edi. Rossiyaning tajribasida qanaqa shartlari bor? Birinchi, aylanmani chegarasi bor. Masalan, ularda 3 milliard rublgacha. Bizani pulimizga o'giradigan bo'lsak, 400 milliarddan oshadi. Ya'ni 400 milliardgacha aylanmasi bo'lgan korxonalar 0 stavkani qo'llashi mumkin Rossiyada. Umumiy ovqatlanish korxonalari demoqchiman. Albatta, bu chegara biz uchun judayam katta, bizda pastroq chegara bo'lishi mumkin. Ya'ni u chegaradan oshgan umumiy ovqatlanish korxonalari QQS to'laydi. Tushuntira oldimmi? Bu chegaradan oshmaydigan korxonalar QQS bo'yicha 0 stavkani qo'llashi mumkin. Дробление bo'ladi to'g'rimi unda? Dramleniya biznesi bo'lib manimchadan ko'payib ketmasin degan usulda ishlaydi. Ikkinchi sharti yana o'sha ishchilar soni bo'yicha va o'sha ishchilar soniga to'layotgan o'rtacha oyligi. Ular ham inobatga olinadi. Lekin Rossiyada yoshga qarab bo'linmagan. Umumiy ovqatlanish, umumiy ishchilar soni olinadi. Yana bitta sharti, masalan, 0 stavkani qo'llash bu oldingi soliq davrining natijalari bo'yicha joriy yilda 0 stavkani qo'llashi mumkin. Ya'ni agarda 25-yilda korxona, umumiy ovqatlanish korxonasi o'sha barcha shartlarga munosib bo'ladigan bo'lsa, demak 2026-da 0 stavkalarni qo'llashi mumkin. 1 yil davomida. 1 yil davomida demak yana shartlar analiz qilinadi va 27-yilda yana 0 stavkani qo'llashi mumkin. Lekin 26-yilda shartlarga amal qilmasa 0 stavka qo'llash mumkin emas va 27-yildan yana uni qo'llash mumkin emas. Bu degani, agarda umumiy ovqatlanish korxonasi 0 stavkani qo'llab kelgan, lekin qaysidir bir oyda yoki kunda shartlar
bajarilmay qolgan bo'lsa, unda 0 stavkani уже qo'llash haqli emas. Shunda bu davr uchun to'liq boshqatdan O'sha shartlar bajarilmaydigan oydan boshlab уже o'sha oydan boshlab demak, yana standart stavkaga o'tishi mumkin. 12% o'tadi. Menimcha bu noto'g'ri yo'nalish. Chalkashmovchilik bo'ladi. Albatta. Buning uchun Ham keshbek masalasi ochiq qolyapti. Keshbek masalasi masalan bekor bo'ladimi, uni o'rniga 0 stavka kiritiladimi, keyin 0 stavka u ham baribir ham shartli bo'ladi. Undan ko'rasi menimcha eng yaxshi fikr bo'lgan o'sha bu keshbek. Faqatgina o'sha keshbek summasidan foyda solig'ini to'lash talablarini menimcha bekor qilish kerak demoqchisiz. u hozir norasmiy ravishda, lekin u menimcha noto'g'ri. Iroda opa, katta rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Boyagi aytgan gapingiz mani esimda. Aynan soliq optimizatsiyasi bo'yicha opa bizaga alohida master klass podkastda qatnashib beradilar, xudo xohlasa. Endi opa, shu ozgina savollarim bor edi. Blitz savollar bizada. Shularga javob bersangiz, eng ko'p soliq xatosini qiladigan biznes turi. Bunaqa statistikaga ega emasman, lekin mani shaxsiy fikrim bo'yicha bu chakana savdo. Chunki assortimenti juda ham ko'p, xatoliklar ko'p bo'ladi. Fikringizga qo'shilaman opa, chakana savdo bilan muloqotlanish. Endi mani ham o'sha fikrim. Tadbirkorlar eng ko'p qaysi hujjatni unutadi? Aksariyat holatlarda masalan korxona daromadni olgan sanasida kechroq hisob-raqam faktura rasmiylashtirish holati deb hisoblayman. Ya'ni bizani soliq отчетimizga ta'sir qiladigan, balimizni tushiradigan holat to'g'ri. Naqd ishlash hali ham xavflimi? Naqd ishlash xavfli emas, agar chek berilsa. Opa shu yerdan aytib ketmoqchiman-da. Bir shunaqa tadbirkorlardan, buxgalterlardan taklifinglarni beringlar deganda men yozganman-da. Qancha ko'p pul topshirsak, shuncha soliq stavkani kamaytirib beringlar. Mayli, nima me'yor qo'yib beraylik 2%. Odamlar bekitmaydi deb pulni o'dimda. Shuni yozgandim. O'shaning uchun naqd pul masalasi hali ham bo'lsa tadbirkorlarda maksimal darajada imkoniyat yaratib bersangiz ham qanaqadir cheklovlar natijasida ular дробление qilyapti-da. Mayndani aylanmadan olinadigan soliq turida ishlaydiganlarda, просто bu ham mani taklifim. Ular qancha ko'p pul mablag' topshirsa, o'sha 4% dan 2% gacha tushadigan usulni ham o'ylab ko'rsa soliq organi. Buni cheklov bor-ku, 1 milliard. U to'xtatadi-da, uni oxirigacha topshirishmaydi. 1 milliardgacha topshirishadi. Erta ham bir narsa topishadi. Undan keyin topshirishmaydi. Ya'ni uni ограниченияsi bor-da, cheklovi bor. Baribir. 26-yilda eng katta soliq trend nima bo'ladi? Bu yilgi trend o'rnatilgan. Bu yashirin iqtisodiyot bilan kurash. Rahmat. Endi soliq auditi kelganda birinchi nima qilish kerak? Soliq auditi kelganda iloji boricha barcha hujjatlarni soliq to'lovchi to'plab borish kerak. Masalan, soliq auditi kelganda tekshiruvchilar tomonidan ro'yxatlar beriladi, qanaqa hujjatlarni berish. Soliq to'lovchi tomonidan ushbu hujjatlarni tekshiruvchilariga taqdim etganda albatta buni hujjatlashtirish. Chunki amaliyotda borki, soliq tekshiruvda taqdim etilmadi deb o'zimizda bor ma'lumotlarga asosan soliq summani aniqladik deb ham materiallar tuzilyapti. O'shani oldini olish maqsadida shu berilgan hujjatlarni hammasini qayd qilib borish. Tushunarli. Tak. Keyingisi, buxgalter kuchli bo'lishi muhimmi yoki yuristmi? Kompaniyada opa.
Menimcha hozir ko'pchilik holatlarda buxgalterlar o'ziyam yurist bo'lib ketishgan. Bo'lyapsizda jon bor opa. Sabab majbur bo'lyapti butun qonunchilikka o'rganish. Vaholanki ularni asosiy vazifasi bu moliyaviy hisobotlarni to'g'ri shakllantirib borish. O'z vaqt bilan ishlash. Lekin albatta agarda ikkita shaxs ya'ni ham buxgalter ham yurist ikkalasi kuchli bo'ladigan bo'lsa korxona rahbarlariga yoki ularni ta'sischilariga ancha yengilroq bo'lardi va ular xotirjam bo'ladi. Da, to'g'ri gapingiz. Lekin opa man har doim aytaman buxgalterlarga hamma narsani yelkanglarga urmanglar, bitta yaxshi yurist ushlaylar deymanda. Man korxonani обязательно o'zini yuristi bo'lish tarafdorimanda. Mana hamma narsani buxgalter olib ketavermasin degan ma'noda fikringizga qo'shilaman opa. Rahmat. Tadbirkorlarimizga bitta maslahat bering. Menimcha korxona rahbarlariga yoki tadbirkorlarga ayniqsa yaxshi buxgalter yoki yaxshi outsoursingoviy kompaniya uni pulayashi kerak emas. Opa shu yerda ozgina bitta qo'shimcha qilsam rozi bo'lasiz? Buxgalter soliqchi emasda. Hozir har bitta kompaniyani o'zini shaxsiy soliqchisi yoki auditori bo'lishi kerak. Nima deysiz shu narsaga? Buxgalterdan tashqari. To'g'ri fikr. Bizda yana o'zimizni korxonamizda masalan hisobotlarni topshirayotganimizda, masalan shartnoma tuzayotganimizda mijozlarimiz bilan boshida yozamizda, bitta ish qilishdan oldin maslahat qiling, keyin ish tuting. Chunki ishni qilib bo'lganingizdan keyin bizani maslahatimiz уже o'rinsiz bo'lib qoladi. Uni уже to'g'rilab bo'lmaydi. To'g'ri gap opa. Bo'lmasa shu maslahatni to'xtalamiz. Bo'ldi. Meni shaxsiy fikrim, har qanday tadbirkor bir ishni boshlashdan oldin yoki qanaqadir yangi bitta loyihani boshlashdan oldin albatta u puxta o'ylaydi, uni hisob-kitoblari bor va undan shu ishni boshlashdan, loyihani boshlashdan oldin albatta yaxshi soliq maslahatini olish kerak bo'ladi. Chunki oldindan olingan maslahat xato kamchiliklarni oldini oladi. To'g'ri. Ishni qilib bo'lgandan keyin, loyihani amalga oshirilgandan keyin qaysidir imtiyoz noto'g'ri qo'llanilganligi yoki qaysidir soliq stavkasi noto'g'ri qo'llanilganligi haqida soliq maslahatchi tadbirkorga aytgani bilan hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Va kech bo'ladi. Tadbirkor barcha xarajatlarni, ya'ni zararlarni o'zini bo'yniga olishga majbur bo'ladi. Opa, bitta yaxshi ko'rgan oxirgi savolim bor. Hozirgi yoshlarimizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? 20 yil oldin orqaga qaytganda qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz? 30 yil oldin deymanmi? Men o'zi sohamni juda ham yaxshi ko'raman. O'zimga kelganda sohamni o'zgartirmasdim. Soliq yo'nalishi men uchun juda ham yaxshi ko'rgan yo'nalishim. Maza qilib bu sohada ishlayman ham soliq siyosatida, soliq ma'muriyatchilikda bironta bir yo'nalish yo'qki meni qiziqtirmaydigan. Albatta yoshlarga nima maslahat berardim? Ko'proq kitob o'qish, faqatgina bu mavzuga tegishli emas, umuman dunyoqarashi kengaytirish uchun ko'proq kitob o'qishni tavsiya etardim. O'zim harakat qilaman. Bir oyda bir marta albatta bitta yangi kitobni o'qishga. U har xil yo'nalishda bo'lishi mumkin. Rahmat. Bugungi mehmonimiz Erolaxon Abbasxonova edilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Opa, sizga katta rahmat vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun. Esimizdan chiqmasin, yana bir marta eslatamiz. Opamiz bizga va'da bergan joylari bor. Soliq optimizatsiyasi bo'yicha yana bitta podkast kutinglar. Rahmat kattakon Shahdoxon. Juda ham qiziqarli savollar berdingiz. Uni hammani o'ylantiradigan, shu jumladan meni ham. O'ylaymanki, bu savollar
davomiy bo'ladi. Ya'ni bizani ko'rgan kuzatuvchilar bu savollarga ham ahamiyat berib, shu savollar ustida ham fikrlarini yuritib qoladi deb o'ylayman. Xudo xohlasa. Rahmat opa.